Hans Christian Andersen, Daniya yozuvchisi, mashhur ertak-navis. Andersenning Suv parisi, Yovvoyi oqqushlar, Laylaklar, Dyumchaxon, Sandiq samolyot, Yo'ldosh o'rtoq kabi ertaklari bor. Andersenning eng mashhur va eng uzun ertaklaridan Qor malikasi. Asar Andersenning ko'plab ertaklar to'plamlariga kiritilgan. Ertak dunyoning o'nlab tiliga, jumladan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Asarda Gerda va uning do'sti Kay misolida yaxshilik va yovuzlik o'rtasidagi kurash haqida hikoya qilinadi. Sujetga ko'ra, qish oqshomlarining birida Qor malikasi Gerdaning ukasi Kayni o'g'irlab ketadi. Yovuz sehrgar uning yuragini muz parchasiga aylantiradi. Gerda Kayni sovuq asirlikdan qutqarish uchun uni izlaydi. Muz saroyga boradigan yo'lda qiz ko'plab to'siqlarni yengib o'tadi. U qal'aga ayyor qirol Erik bilan keladi va o'rmon qaroqchilari va uning qizi bilan uchrashadi. Nima qilyapsan? Mana bu muzlarni taxlab abadiy degan so'z yasayman. Nimaga? Shunday qilgin deb malika buyurgan. Agar shu so'zni yasasam, malika menga butun dunyoni yana bir jup konki sovg'a qiladi.